Jahon tarixida birinchi bo'lib muntazam qo'shinni kim tuzgan edi? Birgalab bor. Qadimgi dunyo tarixida ham bu keltirilgan. Jahon tarixidagi birinchi muntazam qo'shinni kim tuzgan? Sarg'ayonlar. Xo'p, Sarg'ombir degan javob keldi. Shumer Akkad davlatida Sarg'ombir qo'shin tuzgan edi va Sarg'ombir qo'shini soni qancha bo'lgan? 5000. Hop, 5400 nafar bo'lgan Sarg'ombir soni bo'ladi. Yaxshi, yana kuzatib turasizlar, qo'shimcha savollar bo'lsa beramiz. Demak, Xorazmshohning qo'shinida jami soni 400 ming nafar bo'lgan. Endi qo'shin tarkibiga bo'linamiz. Ya'ni umumiy qo'shin ham kichik-kichik bo'linmalardan iborat bo'lgan. Masalan, qo'shin tarkibida mamluklar degan guruh bor edi. Mamluklar bu jangchi qullar bo'lgan. Xo'p, mamluklardan iborat bo'lgan 10 ming kishilik qo'shin bu Xaros deb atalgan ekan. Endi savol, yana qaysi hukmdor ixtiyorida 10 minglik sarlangan qo'shin bor edi? Chingizxon. Chingizxonda bo'lgan, to'g'ri. Nima deb ataladi Chingizxonda sarlangan 10 minglik qo'shini? Keshik. Kezit yoki keshik. To'g'ri. Keshik deb ataladi. Mana bu yerda bitta eslatib qo'yamiz. Mana bu yerda mana. 10 minglik qo'shin Xorazmshohda mamluklardan iborat bo'lgan 10 minglik qo'shin nima deyilyapti? Xaros. Hop, Chingizxondagi 10 minglik qo'shin esa keshik deb atalyapti. Bu demak, mavzuni o'zidagi kichkina o'xshashlik. Endi qarang, qo'shinda maymana bu o'ng qanot bo'lgan, maysara chap qanot bo'lgan. Qalb markaz, avangard muqaddam yoki yazog'im deb ataladi. Xofiya bu zaxira rolini bajaruvchi maxsus qism bo'lgan. Xo'p, 7-sinf O'zbekiston tarixini eski darslikni o'qiganlar Amir Temur davrida zaxira rolini bajaruvchi qo'shin nima deb atalardi? Ham yangi mavzuni to'g'ri ham o'tirgan mavzuni mustahkamlaydik. Izofa deb atalgan, to'ppa-to'g'ri. Endi jangovar qurollarga to'xtalamiz. Mana shu ma'lumotlarni, mana hozir men sizga taqdim qilib turgan ma'lumotlarni yodlashingiz kerak, talab qilinadi. Nimaga desangiz, mana fan olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rayotganlarga ham yoki mana attestatsiyadan yuqorida aytib o'tdim, bular moslashtiring ko'rinishda, ya'ni bog'lab savol bog'langan holatda bular tushadi. Atamalar bir tomonga bo'ladi va ikkinchi tomonga uni izohi. Va 8-sinf bo'yicha mana hozir ko'pchilik 10 balli tizimga o'tdi. Mana hozir o'sha viloyatdan kelayotgan BSB imtihonlari bor, o'sha o'tirgan mavzular bo'yicha mustahkamlash uchun olinadigan nazorat savollari. BSB imtihonlarida ham aynan mana shular tushyapti. Xo'p, jangovar qurollarga to'xtalamiz. Qarang, katapulta bu nima ekan? Tosh irg'ituvchi qurol. Xo'p, bu ligida ham bor edi, ya'ni o'zi mo'g'ullarda ham bo'lgan bu tosh otadigan qurol. Mo'g'ullarda nima deb atalardi mana shu qurol? 7-sinf jahon tarixi eski darslikda o'tgansizlar. Tosh otuvchi qurol mo'g'ullarda. Yo'q, mo'g'ullarda palaxmon deyilgan. Mo'g'ullarda demak, Buxoroda, Buxoro xonligida manjanaq deyilardi. Rimda katapulta deyilardi. Xo'p, endi dabobat degan qurol bo'lgan, bu qamal mashinasi, odimlovchi minoralar, bu motoris bo'lgan, devorteshar mashinalar, bu jamoliqot deb atalgan, narvon, salolim bu shoti bu, ya'ni shoti degani ular narvon tushunishgan ekan hozirgi. Xo'p, eslatmani aytib o'tdik. Qurollar tasviri. Endi ikkinchi mavzuga o'tib olamiz. Boshidagi mavzularimiz biroz qisqaroq, lekin keyingi mavzularimiz ancha katta. Xorazm va Mo'g'ul davlati o'rtasidagi munosabatlar. Xo'p, e'tibor beramiz. Muhammad Xorazmshoh Markaziy Osiyoda harbiy jihatdan katta zafarlarga erishgandan keyin Xitoyni ham zabt etishni oldiga maqsad qo'yadi. Xitoyni. Xo'p, o'z sharqiy chegarasini demak Qipchoq cho'llariga yetkazadi. Bu paytda mo'g'ullar esa o'z hududlarini Oltoy tog' tizmasining g'arbiy etaklari Tangritog' va demak Balxash ko'li havzasi hamda Siko'rgacha kengaytiradi.
Ya'ni bu yerda Xorazmshohlar va Mo'g'ullar davlatini chegarasi haqida gap ketyaptiki, ikkita davlatni chegarasi bir-biriga yaqinlashib qoldi. Demak, Xorazmshohlar o'zini davlatni chegarasini sharqqa qarab kengaytirmoqchi, Mo'g'ullar esa o'z davlat chegarasini g'arbga qarab kengaytirmoqchi. Aynan mana shu nuqtada ikkita davlat chegarasi bir-biriga yaqinlashib qolgan edi va yoki Xorazmshohlar Mo'g'ullar hisobiga o'z hududini kengaytiradi yoki Mo'g'ullar Xorazmshohlar hisobiga o'z hududini kengaytiradi. Э, Urush bo'lishiga demak yer sababchi bo'lyapti. Demak, siyosatshunoslar aytadi, jahon tarixida deydi, umuman dunyo tarixida bo'lib o'tgan deydi, odam ato davridan beri deydi, bo'lib o'tgan deydi, urushlarning barchasi deydi, barchasiga sabab deydi yer va suv deydi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha qadim dunyo tarixidan boshlab to o'rta asrlar yangi tarix, eng yangi tarix mana hamma urushlarni negiziga qaraydigan bo'lsangiz, bosh sabab albatta yer yoki suv bo'lgan. Yo suv talashib urushishgan yoki yer talashib urushishgan. Muhammad Xorazmshoh davrida elchilik aloqalariga to'xtalamiz. Muhammad Xorazmshoh Chingizxonga yuborgan elchi bor, hamda Chingizxonni Muhammad Xorazmshohga yuborgan elchilari bor. Mana shunga to'xtalib o'tamiz. Muhammad Xorazmshoh Chingizxonga Bahovuddin Roziy boshchiligidagi elchilarni 1216-yilda jo'natgan. Elchilarga katta izzat-ikrom ko'rsatilgan, ikkita mamlakat o'rtasida do'stona munosabatlar va tijorat ishlarini yo'lga qo'yish niyatida Xorazmshohga katta sovg'a-salomlar yuboradi qaytarib. Muhammad Xorazmshohga ayting deydi, men Chingizxon Kunchiqar ya'ni Sharq tomonni podshosi bo'lsam, u ya'ni Alloddin Muhammad G'arbni podshosidir deb demak ijobiy fikrlarni bildiradi va Said demak Bahovuddin Roziyni elchiligi haqidagi ma'lumotlar Tabaqot-u Nosiriy asaridan olingan ekan. Manba shu bo'ladi va manba muallifi Abu Usmon Minhojiddin ibn Sirojiddin hisoblanadi. Endi Chingizxon 3 marta elchi jo'natgan. Xo'p, qarang, mana ranglarni ham alohida qilib qo'yganman. Yashil, pushti va demak ochroq rang belgilaganman. Mana bu yerda 3 xil rang. E'tibor beramiz. Birinchi elchiligi 1218-yilda Mahmud Yaloshini chiqib jo'natardi. Xo'p, sen deydi Alloddin Muhammadga aytyapti, tengsiz va cheksiz qudrat sohibsan deyapti, ulug' podshohsan, lekin men seni o'z farzandim, ya'ni o'g'limdek e'zozlayman deb aytyapti. Aynan mana shu Chingizxonning fikrlari Alloddin Muhammadga unchalik ham yoqmagan. Chunki o'sha davrni odatlariga ko'ra ota demak o'g'il deylik, o'g'il otaga bo'ysunadi. Demak, hozirgi kunda ham shunday. Chingizxon Sulton Muhammadga men seni o'g'lim qatorida ko'raman degani, xuddi o'g'illarim kabi, boshqa o'g'illarim kabi sen ham menga bo'ysunishing kerak degan haligi bor. Nima deydi? Shunaqa ma'no bor. Shunaqa ma'no bor. Ya'ni oldingi davrda o'sha hukmdorlar xatlar yozishgan vaqtda juda haligi chuqur ma'noga ega bo'lgan so'zlarni yozishgan. Judayam chuqur ma'noga ega bo'lgan so'zlarni yozishgan. Masalan, bitta misol Shayboniyxon bilan Muhammad Shayboniyxon bilan Ismoil Safafiyni xat yozishmalari haqidagi ma'lumotlar bor. Shayboniyxon bilan demak Ismoil Safafiyni yozishmalari haqidagi ma'lumotlar bor va o'sha yozishmalarda demak Ismoil Safafiyni demak yozgan xatiga javoban Shayboniyxon shunday xat yozadiki, unga haligi jo'natadi. Xatga qo'shib bitta shu darveshlarda asosi bilan bitta xurjun jo'natadida, yozadi. Musulmon olamida deydi, er kishi deydi, ya'ni erkak kishi deydi, ota kasbini qiladi. Seni deydi, otang deydi, darvesh edi deydi. Seni otang darvesh edi, sen otangning kasbini qilishing kerak. Lekin deydi, sen ona kasbingni qilyapsan, onang malika edi deydi. Demak, sen deydi, haliyam deydi g'ururing bo'lsa deydi, ona kasbingni, ya'ni podshohlikni tashlagin deydi. Ota kasbingga o'tgin. Mana senga xurjun, mana senga darveshlarning asosi degan fikrlarni o'sha xatga yozib jo'natgan edi. Demak, o'sha vaqtda Shayboniyxon Ismoil Safiyni
nima qilmoqchi bo'lgan? Tahqirlamoqchi bo'lgan. Mana hozirgi unaqada ham, demak, xat yozyapti. Umumiy ma'noda unaqa yomon ma'no yo'q, lekin uni biroz chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsangiz, o'g'illarim menga bo'ysungani kabi sen ham menga bo'ysun demoqchi. Ikkinchi elchiligi 1218-yilda bo'lgan. Uxunni yuborgan bu yangi ma'lumot savdogarlarga Umarxo'ja, O'troriy, Jamol Marog'iy